Ey hayatning guli bo'lgan ayol, shuni bilginki, sen uchun eng zo'r boylik va eng ulug' martaba, eng buyuk fazilat iffetlik bo'lishdir. İffetlik ayol gerçi kambag'al bo'lsa-mu, biroq ma'naviy jihatdan badavlat hisoblanadi. İffetsiz ayollar har qancha badavlat bo'lsa-mu, kishilar nazarida faqir va hurmatsiz sanalır. Bo'yinga taqilgan marjonlar, bosh va ko'krakka qadalgan go'harlar, millionlagan pul-puchaklar bilanmi iffetni sotib olg'ili bo'lmas. İffet shundoq zo'r boylikki, uning asla bahosi yo'q. Xotin qizlar go'zal va chiroyliga pul mollariga emas, balki o'zlariga iffeti bilan quvonmoqlari lozim.